Harbiyning maoshi ot kallasiday. So'zin otib qoldi menga bir tanish. Tayinsiz ish uchun shuncha maoshmi? Yo shuncha qiyinmi tongda uyg'onish? Qiladigan ishi ma'lum, noma'lum, u yoqdan bu yoqqa o'tib yuradi. Adolat ham yo'q qonunlarida. O'tirgan joyida buyruq beradi. Ey nodon, shu qadar fahming past ekan. O'zingcha o'ylaysan yotib yeydi non. Xotirjam ko'rpangda uxlayotganda harbiylar tinchlik deb berayotir jon. Yuribsan saranjom, o'ysiz, betashvish, kim sabab tinchingga? Harbiylar emasmi? Sen ketmon chopishni ataganda ish yurt uchun tan chopgan. Harbiylar emasmi? Sen zavq bilan bozor kezayotganda harbiy cho'lda tikon oralab yurar. Yor kelar yuzingni bezayotganda u ishqini qog'ozga qoralab yurar. Sening otang xotir uxlashi uchun otasi yiqilsa yelka bo'la olmas. Sening onang to'yda o'ynashi uchun onasin yuzini yilda ko'ra olmas. Yoringning egniga kostyum shim ilib, xushbo'y atirlarni sepganingda sen hisoblansa-da Olimpik yema. Tog'larda Bo'ri boshqa hayvonlar kabi onasi, singlisi kabi mahramlari bilan hech qachon qo'shilmaydi. Tug'ruqxona eshiklaridan karnay surnay bilan chiqqanda bolang. U esa u bilan bolasining yuzini aslo xiyonat qilmaydi. Shuningdek, urg'ochisi ham bir umr o'sha jufti bilan yashaydi. Ular o'z xotirjam o'ynashing uchun u to'ymas uyiga borishga hamzor. Yoringning bag'rida yayrashing uchun yoriga qo'ng'iroq qilolmas. Bu bir yilgacha cho'zilishi mumkin. Sen yozda o'tir deb soya ostida, u cho'lda quyoshning tig'ida yurar. Sen qishda isin deb pechka oldida qahraton onasiga yaxshilik qiluvchi bola sifatida nimaga nolaysan harbiydan nomard? Sababi tinch xotir yuribsan ular sababli. Onasi keksalikka yetganda dushman ularni berdimi tashlab qo'ymasdan g'amxo'rlik qiladi. Ularni o'z uyida qoldirib o'qilib keltiradi. Senga ko'rinibdi olgan maoshi, biroq zahmatini ko'rdek ko'rmabsan. Yegani harom emas, haloldir oshi. O'ynab yuribdi deb bekor o'ylabsan. Bor bo'lsin hayotda